Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu nima qilyapti? Tomni ustida deyapsizlarmi? Prosta chiqib ko'rdim bu qanaqa joy ekan deb. Shuni restoran tom ekan do'stlar. Bugun shunaqa joyda uy ko'rsataman sizlarga. Agar uyingizda ovqat pishirilmaydigan bo'lsangiz, umuman faqat dasovka bilan ovqatlanadigan bo'lsangizlar, bu variant aynan siz uchun do'stlar. Buni qarab qo'yinglar. Bugun to'rxonalarga ko'ramiz. Ikkinchi qavatda joylashgan g'ishlik domlardan uyimizning kirish eshigi va hol. G'ishlik dom bo'lar ekan. 6 metrlik balkon bor. Demak, xonalari qarang. 3 ta yotoqxona bor. Bir ko'rsatib chiqamiz bitta. Derazalar ko'chaga qaragan va domni oldiga ham qaragan. Akfada. Yengil asvejit qilingan. Bu ikkinchi spalnyamiz. Gagarin ko'chasida bo'lyapti. Ko'chamiz yo'lning ustida joylashgan uyimiz va bu 3-xonamiz. Hozir mehmonxona ko'rsataman. Bular 3 ta spalnya bo'lyapti. Bolalar uchun, ota-onalar uchun alohida yotoqxonalar. Mana bu esa uyimizning mehmonxonasi bo'ladi. Bugungi uyimiz naqd va ipoteka asosida sotiladi va spalnya orqali balkonga chiqamiz. 6 metrlik balkon. Buni o'zini alohida chiqish joyi ham bor, hozir ko'rsataman uni ham. Xo'p, bu 6 metrlik balkon yarmi tapchan qilingan. Bu yerda o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Ovqat pishirish zonasi operatorning turgan tomon. Bitta ko'rsatib berasiz. Gaz plitalar sal eskirgan ekan, almashtirib olamiz. Yangi oshxona mebel qilib. Demak, pechka ukrainskiy o'rnatilgan. Deraza bu yerda domni oldi tomoniga qaraydi. Bahor keldi, marhamat, daraxtlarimiz gullagan. Maza qilib mana shu yerda manzarani tomosha qilib dam olish mumkin bo'ladi. Endi eski oshxonamiz joyiga o'tamiz. Mana bu joy eski oshxonamiz joyi. Buni bitta kabinet qilib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, sanuzida bir joyda bo'lyapti. Marhamat. Suv, gaz, sveta muammo yo'q. Bitta chiroyli qilib ta'mir qilsak bo'lar ekan bugungi uyimizda. Yengilgina qilib asvejit qilingan. 80 metr kvadrat adashmasam uyda umumiy maydoni 2-qavatda joylashgan. 2-qavatda 4 xonalik xonadon. Samarqand shahar Gagarin hududida bo'lyapti. Mo'ljal Jasmin restoran yoki Dashkolni svetofor deb atasak ham bo'ladi. Bugungi uyimizning narxi $59,000, yana kelishtirib beriladi, naqd va ipoteka asosida sotiladi. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilasiz. Sizlarga katta rahmat.